Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari, hamkasblar. Ushbu video podkastim yaqinda Telegram kanalimda o'tkazgan so'rovnomam asosida yozilyapti. So'rovnoma natijalariga ko'ra, sizga aynan uyga vazifani qilish bilan bog'liq bo'lgan mavzu ko'proq qiziq bo'libdi ekan. Mana shu mavzu bilan birinchi podkastimizni boshlayman. Xo'sh, o'quvchilarimizni, talabalarimizni qanday qilib majburlamasdan turib uyga vazifani bajarishga qiziqtirish? Sizlar bilan bugun mana shu mavzuda gaplashamiz. Umuman olganda, bu muammoning aktualligi, bu muammoning hamma o'qituvchilarda borligi bilan bog'liq. Xoh maktabda, xoh o'quv markazida, xoh universitetda bo'lsin va qanaqa o'quvchimizni yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, ular uyga vazifani demak yaxshi bajarmasliklari mumkin. Bu muammoga bir necha rakurslardan qarashimiz mumkin. Ayrim o'qituvchilarimiz buni talabalarni, o'quvchilarni dangasaligi bilan bog'lashadi. Shaxsan meni o'zim uyga vazifani berish tartibi, berish formati bilan bog'liq deb o'ylayman, chunki bu bevosita uyga vazifani bajarilmasligiga ta'sir o'tkazadi. Ushbu videoda men sizga uzundan uzun tavsiyalar bermayman, motivatsiyalar bermayman, balki o'zimni tajribamdan kelib chiqib, shaxsiy subyektiv fikrlarim bilan bo'lishaman. Men ko'proq uyga vazifalarni bajarilmasliklarini sabablarini va ularga qanaqadir yechimlarni taklif qilaman. Agar sizni demak kontekstingiz boshqacharoq bo'lsa, berilgan sabablar yoki yechimlar sizga to'g'ri kelmasa, albatta ularni izohlarda yozib qoldiring. Menimcha barcha ustozlarga qiziq bo'ladi va birgalikda yordam berishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, birinchi sabab bu uyga vazifaning noaniqligi. Ya'ni o'qituvchilar ba'zida uyga vazifani ko'proq umumiy qilib aytishlari mumkin. Masalan, do the exercises, do the reading task, do the writing task. Lekin aynan qaysi exercise, balki uni raqami bordir, balki sahifasi bordir. Mana shu ma'lumotlarni aytishni unutamiz. Natijada o'quvchilarimiz uyga vazifani demak e'tiborsizlik qilishadi-da, eshitishmaydi va uyga vazifani bajarilmasligiga olib kelishi mumkin. Demak, bunaqa holatlarda nima qilishimiz mumkin? Albatta, ularga eslatib turishimiz mumkin. Shaxsan men mana shunaqa usulni qo'llab kelyapman anchadan beri. Bu Telegram Messenger orqali ularga nafaqat uyga vazifani fayllari, uyga vazifani demak shu o'quv jarayonini tashkillashtirish uchun yordam beriladigan fayllardan tashqari mana shunaqa eslatmalarni ham yuborish bilan bog'liq. Meni o'zim talabalarimga ko'proq Telegram aynan ta'limga to'g'ri kelmaydi deb aytaman, lekin hammaning Telegramda borligi, aktiv foydalanib kelayotganligi uchun buni mana shunaqa eslatmalar uchun qo'llab kelyapman. Demak, ba'zida skrinshot ham olishim mumkin o'sha sahifalarni va o'sha skrinshot bilan birga qanaqadir qayd ham biriktirishim mumkin. Bu bevosita o'quvchilarimizni uyga vazifani bajarishiga sababchi bo'ladi va umuman olganda ular uchun ham, siz uchun ham qulay bo'ladi. Xo'p, ikkinchi sababimiz uyga vazifalarni ko'rsatmalari, ya'ni instruksiyalarining yetarlicha aniq bo'lmasligi. Deylik, siz uyga vazifani aniq qilib ko'rsatdingiz, ma'lum bir topshiriqni belgiladingiz, lekin o'sha topshiriq haqida yetarlicha ma'lumot bermasligingiz, bu esa o'z navbatida talabalarni, o'quvchilarni uyga vazifani qilmasligiga olib kelishlari mumkin. Demak, masalan, write about your weekend degan demak qarang abstrakt ko'rsatmani o'rniga uni biroz demak tafsilotlar bilan boyitishimiz mumkin. Ya'ni write 5 to 6 sentences about your last weekend, use past simple and deadline is tomorrow. Mana shunaqa tarzda berishimiz mumkin. E'tibor bering, biz bu yerda aynan uyga vazifani hajmini, uyga vazifada demak aynan qanaqa mavzular yoki qanaqadir tayanch so'zlar, tayanch iboralar, deylik o'sha mavzularni aniqlashtirishimiz mumkin va eng muhimi bajarish muddatini berishimiz mumkin. O'quvchilarimiz bajarish muddatini bilsagina o'sha aktiv uyga vazifalarni bajarishlari mumkin va ko'pincha uyga vazifani aynan hajmini demak nima deydi, realist bo'lib berishimiz kerak. Ko'p ustozlarimiz yo juda ham ko'p
yoki juda ham kam vazifa berishlari mumkin. Bu ham demak vazifani bajarilmasligiga ta'sir qiladi. Xo'sh, davom etamiz. Navbatdagi sabab bu uyga vazifani tekshirilmasligi yoki kech tekshirilishi. Ayrim holatlarda esa qisman tekshirilishi. Ayni paytda zoomerlar avlodi bilan ishlar ekanmiz. Ularni biror narsa qilganda tezkor javob olishga bo'lgan ishtiyoqini bilamiz. Ular o'sha bir bajargan ishini birdaniga qanaqadir natijasini ko'rishni xohlaydi. Shuning uchun ham uyga vazifani aynan vaqtida tekshirishimiz muhim. Bo'lmasa ular uyga vazifa tekshirilmas ekan deb o'sha uyga vazifani qilishga bo'lgan motivatsiyasini yo'qotib, to'xtatib qo'yishlari mumkin. Biz esa buni xohlamaymiz. Men o'zimda ham ko'p shunaqa holatlar bo'lgan. O'quvchilarim, talabalarim buni yaxshi bilishadi. Lekin yechim sifatida hozir aytishimiz mumkinki, vazifalarni kamroq beryapman, ya'ni mikro vazifalar beryapman. Lekin ularni o'z vaqtida doimiy tekshirishga harakat qilyapman. Bu ko'proq vazifa berib, ularni kech tekshirish yoki umuman tekshirmaslikdan ko'ra ancha afzal. Agar siz meni o'quvchim, talabam bo'lsangiz, yuqoridagilarni tasdiqlang, izohlarda izohingizni qoldiring. Bu menimcha hammaga qiziq bo'ladi. Xo'p, biz keyingi sababga o'tamiz. Bu shaxsiy feedbackning yo'qligi, ya'ni shaxsiy o'sha tezkor beriladigan javobning yo'qligi. Biz buni ingliz tilida personalized learning deymiz. Ya'ni o'quvchini o'zini shaxsiy qanaqadir xatolarini, kamchiliklarini, yutuqlarini biz topib, ularga bu haqda ma'lumot bermasligimiz, ularni rag'batlantirmasligimiz yoki aksincha koyishimiz bilan bog'liq. Ko'p holatlarda uyga vazifa guruh jihatida yoki umumiy tekshirilishi mumkin. Bunday holatda o'sha hamma o'zi tekshirishi mumkin va bu normal holat. Kursni, demak, o'qituvchini fanga qarab, demak, umuman ko'p faktorlarga qarab uni o'zgartirish mumkin. Lekin baribir o'quvchimizga shaxsiy, o'sha personalized, shaxsiylashtirilgan feedback, shaxsiylashtirilgan fikr, o'sha yutug'i haqida yoki kamchiligi haqida fikr bersak, albatta u sizdan va umuman sizni faningizdan, kursingizdan bo'lgan ehtiyoji va uni nima deydi, o'sha qoniqish hissi demak unda paydo bo'ladi va siz unga yana uyga vazifani mana shunaqa tempda qilishga motivatsiya bergan bo'lasiz. Bu oddiy bir o'sha kommentariy bo'lishi mumkin, oddiy bir fikr bo'lishi mumkin. Good job, great job. Albatta unda spesifik qanaqadir ma'lumot ham bo'lishi kerak, ya'ni bir maxsus ma'lumot bo'lishi kerak. Masalan, o'tgan safar siz mana shu narsalarni qilmaganingiz, bu safar shuni qilibsiz yoki bu safar siz qilmabsiz, keyingi safar shunga e'tibor bering degan aynan o'sha o'quvchimizning kamchiliklaridan yoki yutuqlaridan kelib chiqib fikr aytsak, bevosita uyga vazifani qilishda davom etishiga demak turtki bo'ladi. Xo'p. Endi savol tug'ilishi mumkin. Mana shunaqa personalized learning, shaxsiylashtirilgan ta'limni qanday qilib biz taklif qilishimiz mumkin? Chunki bilamiz, o'qituvchilarimiz juda ham band bo'lishadi. Ularni qo'shimcha har bitta o'quvchi bilan demak yakka holatda ishlashga vaqti yo'q. Bunda bizga raqamli resurslar, raqamli vositalar yordamga keladi. Demak, menimcha o'zini yaxshi ingliz tili ustozi deb biladigan ustozlarimiz mana shu resurslarni juda ham yaxshi bilishadi. To'g'ri, ulardan biz jonli ravishda ham ko'p foydalanamiz. Ularda test, viktorina, kvizlar yaratamiz. Lekin bilasizmi, bu resurslarni biz aynan assignment, uyga vazifa sifatida ham qo'llashimiz mumkin. O'sha har bittasini o'zini shunaqa funksiyasi mavjud. Ya'ni beriladigan o'sha testlarni, kvizlarni jonli o'yin qilib emas, balki uyda o'zini bajarish muddatiga ega bo'lgan, hattoki soatlarni ko'rsatishingiz mumkin. Quiz yaqinda juda ham zo'r yangilik chiqardi. Endi o'quvchilarni, talabalarni testni bajarish davomida cheating, ya'ni nima deymiz endi, firibgarlik, aldashga uringan o'sha urinishlarni ham saqlab qo'yadi. Masalan, test paytida bitta vkladkadan chiqib ikkinchisiga kirib chiqsa, Quiz bu narsalarni endi o'sha yozib boryapti. Demak, mana shu platformalardan nafaqat darslarimizni jonli qilishga, balki uyga vazifa
resurslari sifatida ham foydalanishimiz mumkin. Agarda sizga bu mavzu qiziq bo'lsa, mana shu resurslar bo'yicha uyga vazifa berish haqida video qilishim mumkin. Bu haqda izohlarda o'zingizni izohingizni yozib qoldiring. Buni biz mikro vazifalar deb ataymiz. Mana skrinshotlarda siz shu topshiriqlardan haqiqiy tahlillarni ko'rishingiz mumkin. Bunaqa tahliliy raqamlar bizga nafaqat o'quvchilarni, talabalarni baholashga yordam beradi, balki ularni o'sha kamchiliklarini, yutuqlarini o'zlariga ham taqdim qilishga va umuman olganda o'sha kursingizni qanchalik samaradorlik bo'lyaptimi, yo'qmi aniqlashga yordam beradi. Xo'p, xulosa qiladigan bo'lsak, aynan meni shaxsiy subyektiv fikrlarimga ko'ra, uyga vazifalar aniq bo'lishi kerak. Demak, ular bilan bog'liq bo'lgan instruksiyalar, ko'rsatmalari ham kengroq, tafsilotlarga boy bo'lishi kerak va imkon qadar o'quvchilarimizga berilgan vazifa haqida eslatmalar berib turishimiz kerak, chunki bu nafaqat ularga foydali, balki o'qituvchilarimizni o'ziga ham keyingi darsda oldinga berilgan vazifani eslab olishga yordam beradi. Va albatta raqamli resurslarni ham unutmasligimiz kerak, negaki ular yordamida biz demak sizni talabalaringizni e'tiborini tortishimiz, ular bilan aynan kamchiliklari, yutuqlari haqida gaplashishimiz va umuman baholash jarayonini osonlashtirishi mumkin. Agar sizda uyga vazifani tekshirish bo'yicha boshqacha usullar, metodlar bo'lsa, albatta ular bilan izohlarda bo'lishing. Menimcha barcha ustozlarimizga bu qiziq bo'ladi. Birgalikda ta'limni yaxshilaymiz. Men oxirgi aytadigan gapim, demak, ustozlarimizga motivatsiya emas, balki tizim demak ishlaydi. Shuning uchun o'zingizni uyga vazifa tekshirish, qabul qilish tizimingizni yarating. Bu texnologiya bilan bog'liq bo'lmasligi ham mumkin. Agarda sizga aynan texnologiya yordamida, raqamli resurslar yordamida uyga vazifani avtomatik tekshirilishi, demak talabalarga shaxsiy feedback berish mavzusi qiziq bo'lsa, albatta izohlarda izoh yozib qoldiring. Men bu haqda albatta bitta video yarataman. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana shunaqa foydali kontentlarni ko'proq ko'rmoqchi bo'lsangiz, keyingi videolarimizni mavzularini tanlashda yordam bermoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarimdagi sahifalarimga obuna bo'ling. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.